Xudo xolasa bugun erta bitkazishadi. Qo'shnimni qara. Ikkita non ko'tarib chiqdi, past. Keling qo'shni. Keldim tushimisiz. O ilik uzildi bo'lib qish bo'lsa ham plyus tugamas ekanda siz ustalar ishlatasiz qarang. Qo'shning bo'lgani yaxshi ekani, ko'kani bo'lgani chatoq ekanda. Nima deysiz? Ha, o'zim usta bilan gaplashyapman. Endi qo'shni oqibat qilib ikkita non bo'lsa ham olib chiqyapman-da. Shunga yarasha ekanda pulim endi. Ikkita non oqibat bo'ladimi? Shu puling ko'paysa oqibatlardan ko'payib qoladi. Aka qo'yib yuring, shipirni ustiga. Oqibat qilgani ham xo'jason odamlar nimada? Mayli. Ey qo'shni. To'xtang. Bu odamni tomga olib ko'rsatmasam, necha turib yana chiqadi. O'shanga chiqqanmiz. Yuring, tomda olib ko'rsataman. Tomga chiqoydingizmi, tomni ko'rgani? Ha, qiziqdim endi. Qo'shni chiqavering, ha, shaqdamiz. Qo'shnim o'zingiz tushuntirib yuborasiz. Men toqatim yo'q-da, urushib ketaman. Men o chekkada bo'lib turaman, ha. Qattan pul ko'payib ketdi yaramas. Usta, o'zi ham tom bor-da, necha pulga olib berasiz tomimizni? Hoji tog'a kvadratini 150 mingdan 350 minggacha qilib beryapmiz. Kvadratini ichiga tunikasi, materiali, xizmat haqi ichiga kiradi hammasi. Balyerga tosh, elektrod deb o'ylamaysiz, bular ham ichida bo'ladi. Endi usta kelajakda bu mol berma qilmoqchiman-da, o'tida ustum bo'lmasi kerak. Qanchagacha qilib berasiz bir ustum? O'ylamay hoji tog'a 30 metrgacha bezuston qilib beramiz. Olib chiqqan ikkita noningizga shuncha ma'lumot oldingiz. Bo'ladi, usta bo'ldi, ishingizni qilavering. Bermasa hikmat bo'ladi, bandasini bergani minnat bo'ladi.